Assalomu alaykum azizlarim. Men sizni moliyaviy savodxonlik bo'yicha shaxsiy treneringiz Shoira Bo'ribekovaman. Bugun biz sizlar bilan raqamli moliyaviy xizmatlar va ulardan xavfsiz foydalanish haqida gaplashamiz. Raqamli moliyaviy xizmatlar bu bank xizmatlarini mobil ilovalar orqali masofadan turib qulay va xavfsiz amalga oshirish usulidir. Bugungi kunda siz bankka bormasdan quyidagi ishlaringizni oson bajara olasiz. Kartalar orqali pul o'tkazish, kommunal, internet va telefon to'lovlarini amalga oshirish, bank hisobini boshqarish, onlayn omonat ochish yoki kredit rasmiylashtirish, mablag' harakatlari to'g'risida SMS yoki push xabar olish, xalqaro o'tkazmalarni qabul qilish, eng muhimi, bu xizmatlardan 24/7 rejimida foydalanishingiz mumkin. Ushbu xizmatlar xavfsiz va shaffof. Endi sizlar bilan raqamli moliyaviy xizmatlarning asosiy ko'rinishlari haqida suhbatlashamiz. Birinchisi, mobil banking. Bu xizmat sizga bank amaliyotlarini to'g'ridan-to'g'ri mobil telefon orqali boshqarish imkoniyatini beradi. Mobil banking orqali siz quyidagilarni amalga oshirishingiz mumkin. Onlayn omonat ochish, soliqlar, davlat bojlari va byudjet to'lovlarini elektron tarzda to'lash, aloqa operatorlari va kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish, onlayn kredit rasmiylashtirish va ularni to'lash, valyuta ayirboshlash hamda boshqa turli moliyaviy operatsiyalarni bajarish. Ikkinchisi, to'lov tizimlari operatorlari. Click, PayMe, Atto, Oson, UPay, Alif Mobi kabi mobil ilovalar orqali siz quyidagi to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Kommunal, ta'lim, tibbiyot, dam olish va o'yin xizmatlari uchun to'lovlar, xorijiy valyutadagi bank kartalarini to'ldirish, P2P o'tkazimlar va boshqa turdagi to'lov xizmatlari. Ya'ni hozirgi kunda nafaqat banklar, balki to'lov tashkilotlari ham sizga raqamli to'lovlar uchun keng imkoniyatlar yaratib bermoqda. Keling, raqamli xizmatlarni hayotimizning yengillashtiradigan muhim turlari haqida to'xtalib o'tamiz. Kommunal to'lovlarni onlayn amalga oshirish. Siz internet orqali uyingizdan chiqmagan holda gaz, elektr energiya, isitish, chiqindilarni olib chiqish va boshqa kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Bunda navbatda turib to'lovlarni amalga oshirishga hojat yo'q. Hammasi onlayn. Elektron kvitansiya to'lov hujjati o'rnini to'liq bosadi. Yana biri valyutani onlayn ayirboshlash. Bugungi kunda siz mobil ilovalar orqali dunyoning istalgan nuqtasidan, istalgan vaqtda bir valyutani boshqasiga ayirboshlash imkoniyatiga egasiz. Onlayn omonatlar bu pul mablag'laringizni saqlash, jamg'arish va ko'paytirishning eng ishonchli yo'lidir. Eng muhimi, buni ham endi bankka bormasdan mobil ilova orqali onlayn tarzda amalga oshirish mumkin. Lekin omonat ochishdan avval nimaga e'tibor berish lozim? Bankning foiz stavkasi. Foiz qancha yuqori bo'lsa, sizning daromadingiz ham shuncha ko'p bo'ladi. Omonat muddati. Bu mablag'laringiz bankda qancha vaqt saqlanishini belgilaydi. Odatda muddat qancha uzoq bo'lsa, foiz stavkasi ham shuncha yuqori bo'ladi. Omonatni muddatidan oldin yechib olish sharti. Omonatni belgilangan muddatdan oldin yechib olsangiz, hisoblangan foizlar saqlanishi yoki saqlanmasligi mumkin. Buni oldindan aniq bilib olish muhim. Qayta to'ldirish imkoniyati. Ayrim omonatlar sizga qo'shimcha mablag' kiritish imkonini beradi. Bu imkoniyat haqida shartnomani tuzishdan oldin aniq ma'lumotga ega bo'ling. Bunday holatda sizda oyma-oy omonat foizlarini kapitalizatsiya qilish imkoni paydo bo'ladi. Azizlarim, zamonaviy bank xizmatlaridan yana biri onlayn kredit rasmiylashtirish. Endilikda kredit olish uchun bankka borib hujjatlar bilan yugurib yoki navbatda turish shart emas. Barcha jarayonni siz smartfon yordamida, internet orqali 24/7 rejimida amalga oshirishingiz mumkin. Onlayn kredit xizmatlari orqali siz barcha jarayonlarni oson, tez va xavfsiz tarzda amalga oshirish imkoniyatiga egasiz. Xususan, kreditga ariza topshira olasiz. Hujjatlarga onlayn tarzda qo'l qo'yasiz. Bank qarori haqida masofadan turib xabardor bo'lasiz. Va albatta tasdiqlangan mablag'ni bevosita o'z bank kartangizga qabul qilasiz. E'tibor bering, kredit rasmiylashtirishda banklarning faqat rasmiy ilovalaridan foydalaning. Hech qachon
shaxsiy ma'lumotlaringizni shubhali havolalarga kiritmang. Azizlarim, raqamli moliyaviy xizmatlardan foydalanishda eng muhim va dolzarb masalalardan biri shaxsiy raqamli xavfsizlikdir. Shaxsiy raqamli xavfsizlik bu siz tomoningizdan shaxsiy moliyaviy ma'lumotlarni internetdagi turli tahdid va xatarlardan himoya qilish uchun ko'rilgan shaxsiy chora-tadbirlardir. Uning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: firibgarlikdan saqlanish, shaxsiy ma'lumotlarni muhofaza qilish, hisoblarning xavfsizligini ta'minlash. Aksariyat tahdidlar esa quyidagicha namoyon bo'ladi. Soxta qo'ng'iroqlar, phishing havolalar, sizdan ma'lumot olish maqsadida yuboriladigan soxta saytlarga olib boruvchi linklar, soxta videolar, yolg'on xabarlar va boshqa aldov usullari. Esda tuting, raqamli xavfsizlik bu faqatgina texnik masala emas, balki har bir foydalanuvchining shaxsiy javobgarligi hamdir. Azizlarim, raqamli xavfsizlikning yana bir muhim qismi parollar va autentifikatsiya. Parol bu shaxsiy ma'lumotlarni himoya qiluvchi kalit. Uni to'g'ri tanlash juda muhim. Ishonchli parol qanday bo'lishi kerak? Kamida 8 ta belgilik, harf, raqam va maxsus belgilar aralashmasidan tashkil topgan va taxmin qilinishi qiyin bo'lgan so'zlardan iborat bo'lishi lozim. Autentifikatsiya nima? Bu ilova yoki xizmatga kirishda shaxsni tasdiqlash jarayoni. Masalan, PIN kod, SMS kod yoki Face ID orqali. Parol va PIN kod o'rtasida qanday farq bor degan savol tug'iladi. Parol veb-sayt yoki ilovalarga birinchi marta kirganda ishlatiladigan murakkab kalit. PIN kod esa qurilmaga har safar kirishda ishlatiladigan qisqa raqamli kod. Sizga ushbu sohada quyidagicha muhim tavsiyalarni bermoqchiman. Har bir xizmat uchun alohida murakkab parollar yarating va foydalaning. Parollaringizni yozib qo'ymang yoki boshqalarga oshkor qilmang. Hisoblaringizni himoya qilish uchun 2 bosqichli autentifikatsiya xizmatidan foydalaning. Bugungi raqamli dunyoda firibgarlik usullari tobora murakkablashib, yangi shakllarda namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun ularni o'z vaqtida tanib olish va ulardan himoyalanish har bir foydalanuvchi uchun juda muhimdir. Bugungi kunda eng keng tarqalgan firibgarlik usullari quyidagilar. Soxta qo'ng'iroqlar. O'zni bank xodimi yoki rasmiy shaxs deb tanishtirib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni so'rashga urinadi. Eslatib o'tamiz, bank xodimi sizdan hech qachon PIN kod yoki SMS kod so'ramaydi. Phishing havolalari. Telefon, elektron pochta yoki messenjerdan yuboriladigan soxta havolalar orqali shaxsiy ma'lumotlarni qo'lga kiritishga qaratilgan urinishlar. Zararlangan ilovalar. Tekshirilmagan manbalardan yuklab olingan ilova orqali qurilmaga virus dasturlar o'rnatilishi mumkin. Shubhali videolar va deepfake, soxta videolar yoki ovoz yozuvlari orqali ishonch qozonish va odamlarni aldashga qaratilgan usullar. E'tiborli bo'ling. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizga ishonchsiz manbalar orqali kirish imkoniyatini bermang. Azizlar, bugungi kunda eng ko'p uchraydigan va ayni paytda eng xatarli firibgarlik usullaridan biri soxta qo'ng'iroqlardir. Firibgarlar o'zlarini bank xodimi yoki rasmiy shaxs deb tanishtirib, odatda kartangizdan pul yechib olindi, hisobingizga hujum qilindi, sizning nomingizga kredit rasmiylashtirildi kabi bahonalar bilan sizni qo'rqitishga va tezkorlik bilan ma'lumot berishga majbur qilishga harakat qilishadi. Ishonch uyg'otish maqsadida ba'zan ular telefoningizga soxta hujjatlar yoki xodim haqidagi ma'lumotlarni ham yuborishi mumkin. Yodda tutish lozim. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'yib qo'ying va bankning rasmiy raqami orqali o'ziga murojaat qiling. Aziz do'stlar, bugungi raqamli zamonda eng keng tarqalgan firibgarlik usullaridan yana biri soxta havolalar. Phishing bu soxta saytlarga havola yuborib, sizning parollaringizni, karta raqamlaringizni yoki bank hisoblaringiz ma'lumotlarini o'g'irlashga qaratilgan firibgarlik usulidir. Uning xatarli tomoni shundaki, soxta havolalar orqali yaratilgan saytlar ko'pincha asl saytiga o'xshaydi va odamlarni ishontiradi. Siz bunday havolalarni quyidagi belgilar orqali tanib olishingiz mumkin. Haqiqiy kompaniya nomini ishlatgan, internet manzili uzun yoki ortografik xatolar bilan yozilgan bo'lishi mumkin. Bunday saytlar sizdan bank kartasi ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Shuning uchun ham har qanday havolaga shubha bilan qarang. Bank yoki rasmiy tashkilotlar sizga
faqat rasmiy sayt yoki ilova orqali murojaat qiladi. Bugungi raqamli dunyoda firibgarlar nafaqat yozma xabarlar yoki telefon qo'ng'iroqlari orqali, balki sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida tayyorlangan soxta video murojaatlar orqali ham odamlarni aldashga urinmoqda. Bunday soxta videolar deepfake, inson ovozi yoki qiyofasini sun'iy ravishda yaratish va haqiqiyga o'xshatib taqdim etish texnologiyalari asosida tayyorlanadi. Ular orqali firibgarlar sizning ishonchingizni qozonishga, mablag'laringizni yoki shaxsiy ma'lumotlaringizni qo'lga kiritishga intiladi. Shuning uchun har qanday ma'lumotga ishonmasdan uning manbasini sinab ko'rish va tasdiqlash zarur. Hozir bu usul juda keng tarqalgan va ko'pchilikni chalg'itadi. Shuning uchun aldanib qolmang, hushyor bo'ling. Azizlar, bugungi 3-treningimizda biz sizning hayotingizda muhim ahamiyatga ega bo'lgan mavzular, raqamli moliyaviy xizmatlar, ulardan xavfsiz foydalanish va firibgarlardan himoyalanish usullari haqida suhbatlashdik. Esda qolsin, imkoniyatlar ham, xatarlar ham doim yonimizda. Muhimi, doim hushyor bo'lish, bilim va tajribadan to'g'ri foydalanish. Sizlarga muvaffaqiyat, moliyaviy xavfsizlik va omad tilayman. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Shoira Bo'ribekova, sizning treneringiz.